Vay, buni ko'ryapsizlarmi? Breeze 20 barli karcherimiz. Narxi 8000 so'm. Buni kichkinaligini ko'ringlar. Pena bachogini ham ko'rsataylik sizlarga, mashina yuvishini ko'rdinglar. Endi pena bachogini ko'ramiz sizlarga. 8000 so'mlik karcherni pena bachogchasi, kichkina. Dachaga ham zo'r, uyga ham zo'r. Mana. Breeze 40 barli karcherimiz. Bunisi ham moshli barmi, ko'rishingiz mumkin. Bunday pena bachog xuddi shunaqa bo'ladi, lekin buni davleniyasi boshqacha bo'ladi. Ana, hoppa. Breeze 70 bariga navbat keldi. Breeze 70 barini sizlar bilan ko'ramiz. Mana bunisida katushka ham bor, ana. Ko'rishingiz mumkin. Shlankasi uchun отдельный maxsus katushka. Endi dachaga dahshat variant. Buni qaranglar. Bolaligini ko'ringlar buni. Mashina turib yurtda suratda bemalol mashinani. Mana. Mana kirlarni qaranglar, ana. Olishib, 1-2 ko'ramiz. Mana ko'rsating. Voy. Ko'ryapsizmi? Breeze 70 barli karterimiz var. Breeze 20 bar, Breeze 40 bar, Breeze 70 bar. Narxlarni bilasizlarmi? 8000 so'm, 1 million 100 ming so'm, 1 million 400 ming so'm. Narxi yoqqan bo'lsa bitta like esinglardan chiqmasa. Bu hammasi Pit brendini professional karcherlar. Yoqdimi yo'qmi, fikrlarni kommentariyada qoldirasizlar. Like esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.